Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimizni kuzatib o'tirgan aziz muxlislar. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun ko'chmas mulkimiz xudo xolasa Xorazm Palasni ro'parasida 4 qavatli binoning 2-qavatida 3 kanal kvartiramiz sizlarga tanishtirib rolik qilib beramiz xudo xolasa. Ana shuni ketgandan bir xo'shamiz, devorlarimiz aboy. Yanlarimiz samozel hajatxonamiz. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek, gaz, svet, suvda muammosi yo'q. Xorazm Palasining ro'parasida 3 kanal kvartira so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa shu joyimizni tarqatib beringlar, ko'rasizlar. Devorlar, oynalarimiz plastik aqua. Bu yanımızda bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi. Shu oynasidan qarasangizlar, Xorazm Palasi ko'rsanib turadi. Bu yerda bir 2 dona televizor bilan xolodilnikni olib ketadi ekan, kondensator shuda turadi ekan. Devorlarimiz aboy. Yurtdoshlar, bu joyimizdan ikkilamchi kredit asosidan beriladi. Ikkilamchi kredit asosidan so'rab bilgan, ipotechniy variant so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa shu joydan jo'natib beringlar, ko'rsinlar. Bu yerimiz yana bir xonasi. Berimizda zakritli balkoni bo'lgan, ochib, qo'shray qilib, figura qilib o'tib qo'yibdilar berimizni ochib. Men ko'rib turganingizdek ochiqgina. Konditsioner ham bor ekan. Taki berimiz spalnisi endi. Spalnisi qaramiz hurmatli obunachilar. Joyimizning narxini ekranda yozib qo'yamiz. Ikkilamchi kredit asosidan beriladi, ipotechniy variant ham bor. Yurtdoshlar, bemalol telefon olib kutib qolamiz.